Sizin yaşınız? İsim familiyanız nima? Jamoliddin. Güzel. Qaysi mahalla? Sarimsoqtepa Mehribonlik. Hop, demak ipoteka to'layapsiz 200 million. Hujjatlar topshirdingizmi? Hujjatlarni topshirdim. Hujjatlar topshirgan bo'lsangiz, hozir hujjatlaringizni biz platformaga kirgizib, psixolog tizimidan o'tkazib, kafillaringizda muammo bo'lmasa, sizga 3 kun, 3 bank ish kunida kredit chiqarib beramiz. Faqat chiqqan kreditni har 5-sanasida to'lab yuringlar. Kredit to'lovi kechikib ketsa, mana majburiy tartibni buzishga majbur bo'lamiz. Sizning yoshingizsiz, ism familiyangiz nima? Qalandar O'tuzlar. Qaysi mahalladansiz? Ovuldan. Demak, ipoteka kreditlarga hujjat topshiribsiz, ha? Hujjatlaringiz psixolog tizimdan o'tibdi. Faqat sizlar hozir rasmiylashtirilyapti. 2 kunlik ichida 2 bank ish kunida siz kreditlarni rasmiylashtirib beramiz. Faqat har oy 5-sanasidan kechikmasdan oylik to'lovlar to'laysiz. Bo'lmasa biz majburiy undiruvga berishga majbur bo'lamiz. Ekin yaxshimisiz? Ismingiz nima? Erkin Boburjon. Aha. Keyin nima xizmat? Kredit olmoqchi edim. Biznesni rivojlantirish bo'yicha. Lalaco Panfest firmasini dilersiyasini tushuntirib olib kelmoqchiman. O'shaning uchun kredit so'rab keldim. Qancha so'mda? Iloji bo'lsa, ko'proq bo'lsa yaxshi. 20 millioncha kerak menga hozircha. Birinchi boshlanishiga. Hisob raqamingiz uchundami? Ha. Hammasi. Endi hujjatlaringizni topshiring. Hujjatlarni ko'rib, tez kunlarda chiqarib, 5 kun bank ish kunida sizga ijobiy yoki agar berilmadi bo'lmasa, nima sabab ko'rsatib xulosani beramiz. Tushundim.